Qachongacha uyingizda ovqatlanasiz? Qolganlarni olib bormaysizmi? Bo'ldi. Bugun yo'limizdan chiqqan birinchi obunachimizni o'zi xohlagan restoraniga olib boramiz. Ketdi. Aka, mayli bitta savol bersak. Assalomu alaykum. Voy, mayli. Shosh-sho'rkin ekan. Assalomu alaykum. Aka, mayli bitta savol bersak. Instagramga kirasizmi? Kiraman. Menga podpiska bo'lganmiz. Podpiskam bor. Ko'rsating, agar rostdan podpiska bo'lgan bo'lsangiz, hozir mana shu xohlagan restoraningizga olib boraman. Kiring profilga. Voy, gap yo'q, aka. Birinchisi bor, birinchisidan sразу. Men podpiska bo'lganingiz uchun sizga fresh, yangicha limonad, anorli tatib ko'rasiz. Ertaga qachon borgisi kelyapti, aka? Sizlarni ham qiynamay-a? Yo'q, nimaga, aka? O'zingiz xohlaganingiz uchun unaqa shart sardoyman bo'lmaydi. Farqi yo'q, ko'chasi ham bo'ladi. Ko'chabasimi? Bo'rar ekan, ketdi. Fresh yangicha anorli limonadi bilan yanada mazaliroq bo'ladi. Keyingi tasodifiy ishtirokchi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun hoziroq videoga like bosib, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Okey, ishtirokingiz uchun kattakon rahmat. Tanishganimdan xursandman. Salomat bo'ling. Keyingi lokatsiya qayerda bo'lsin? Kommentariyada yozinglar.